Bo'pti ona, yaxshi o'tiring, men ketdim. Hey bolam, shoshma. Ha? Labbi? Ishga ketishingdan oldin menga $200 qarz berib ketgin. Qarz? Ha, qarz. Nima qilasiz shuncha pulni? Gapga berishim bor edi, keyin ustimga bu narsa olsammikin deb aytdim. Bo'pti. Qachon qaytarib berasiz? Qaytaraman. Pensiyamdan bo'lib qaytaraman bolam. Bo'pti. Hozir olib chiqaman. Xo'p. Mana. Faqat vaqtida qarzingizni uzasiz. Kelishdikmi? Albatta qaytaraman.